o'qituvchilari keyin milliy g'oya, umuman ijtimoiy humanitar fan o'qituvchilari ko'proq uslub metod qo'llaydi-da. Endi savol sizlarga shundayda, mana dars davomida sizlar ham metodlardan foydalanasizlar. Savol shunday. Masalan, Farangiz Qarshiyeva bugun qo'llagan metodini maktabda o'qituvchi. Farangiz A sinfga, B sinfga hamda keyingi o'sha parallel sinfga bitta metodni qo'llasa bo'ladimi? Masalan, chaqqalak metodini A sinfga qo'lladi. Ikkinchi soat darsi, soat 10 da bo'ladigan ikkinchi soat darsi B sinfda. Keyin A B D sinfi hozir. O'sha D sinf bo'ladigan bo'lsa, D sinfga bitta metod chaqqalakni qayta-qayta qo'llasa bo'ladi parallel sinflarda. Bo'ladi. Sizlar shunday deb qaraysiz, lekin Skapkin degan olim mana shu yerda keyingi mavzularimizda bo'ladi. Skapkinda hamda Patoshvili degan olimlarning shunday sanosi borki, birorta bir metod bir dars uchun xoslanmagan.